Ilm-fanning rivojlanishi, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish va yangi kashfiyotlarga yo'l ochishda ilmiy anjumanlarning o'rni kattadir. Ilmiy konferensiyalar bu olimlar, tadqiqotchilar va yosh mutaxassislar uchun tajriba almashish, ilmiy g'oyalarni muhokama qilish va yangi yo'nalishlarni belgilash imkonini beradigan muhim minbar hisoblanadi. Eng muhimi, ularda bildirilgan g'oyalar, ilmiy xulosalar va tavsiyalar orqali mamlakatimizda ilm-fanning rivojiga, yangi texnologiyalarni yaratishga hamda amaliy sohalarni takomillashtirishga hissa qo'shish imkoni paydo bo'ladi. Ana shu maqsadda Termiz davlat universitetida doimiy ravishda xalqaro va respublika anjumanlari o'tkazilib kelmoqda. Kuni kecha oliygohda algebra va analizning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. O'zbekiston Fanlar akademiyasining matematika instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur anjuman Termiz davlat universitetida uzoq yillardan beri xizmat qilib kelayotgan fizika matematika fanlari doktori professor Ismoil Allakovning 75 yoshlik yubileyiga bag'ishlandi. Biz shogirdlar ustozda shunday sifatlarni bilamizki, ustoz kamtarin, juda ham qat'iyatlik. Domla shogirdlarga nisbatan juda qattiq qo'l desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bitta berilgan topshiriqni muntazam so'rab, surishtirib, uni loqayd qaramaydilar. Loqayd qaramaydilar deganimiz, masalan, bitta tezis yoki maqolani chop ettirish bo'lsa, o'sha tezni tekshirib berganlardan keyin o'sha natijasi bilan kunlik davomida so'rab, muntazam shug'ullanib boradilar. O'sha tomonlari bizga ko'p tomondan ma'qul keladi. 20 dan ortiq shogirdlari bor domlani. Hozir shogirdlari ham o'sha algebra sonlar nazariyasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Bevosita ustozimiz Allakov domla Termiz davlat universitetida, qolaversa viloyatda o'zlarini maktablarni yaratsak mubolag'a bo'lmaydi. Universitet rahbariyati, fizika va matematika sohasida nom qozongan akademiklar, professor, olimlar va yosh tadqiqotchilar ishtirok etgan 2 kunlik tadbir avvalida universitet rektori so'z olib, professor Ismoil Allakovni qutlug' yoshi bilan muborakbod etdi va anjumanning ahamiyati haqida gapirib, ishtirokchilarga omad tiladi. Сегодня на конференцию приехали очень. Bugungi konferensiyaga Tojikiston davlatidan keldim. Konferensiyaning sababchisi professor Ismoil Allakovni uzoq yillardan beri taniyman. Ilmiy yo'nalishda hamkormiz. Tez-tez fikrlashib turamiz. Ismoil Allakovni o'z yo'nalishida yaratgan maktabi bor. Uning bir necha nazariyalari matematika sohasi uchun qabul qilingan. Shogirdlari ham ko'p. Bugungi konferensiyada do'stimiz Ismoil Allakovning tadqiqot yo'nalishi bo'lgan algebra va analiz masalalarida o'z qarashlarimiz bilan o'rtoqlashyapmiz. O'ylaymizki, ilmiy hamkorligimiz davom etadi. Konferensiya davomida mehmonlar ham Ismoil Allakovning ilmiy merosi, mamlakatimizda matematika fanining rivojiga qo'shgan hissasi, shogirdlar tayyorlashdagi fidoyiligi haqida so'z yuritishdi. Ilmiy ma'ruzalarda zamonaviy matematika yo'nalishlaridagi tadqiqot natijalari, ta'limda innovatsion yondashuvlar hamda raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari muhokama qilindi. Bu anjuman ham ilmiy natijalarni o'rtoqlashish, o'zaro fikr almashish bilan birga yoshlarni matematikaga qiziqtirishga o'z hissa qo'shadi. Matematika fani shunaqa fanki, uni jamiyatga bevosita mana uni tatbiqi deb qo'l bilan ko'rsatish qiyin. Lekin butun insoniyat tarixi hamma zamonlarda, hamma hududlarda ko'rsatadiki, qayerda matematika rivojlangan bo'lsa, o'sha yerda matematika o'qitish saviyasi yuqori bo'ladi. Qayerda matematika o'qitish saviyasi yuqori bo'lsa, o'sha jamiyatda tafakkur, ilmiy texnika uchun baza mustahkam bo'ladi. Men o'ylaymanki, Surxondaryodan ham yana unday Ismoiljon Allohga o'xshagan, Rahmat Musobirga o'xshagan matematiklar yetishib chiqadi. Bu konferensiya bizga o'xshagan yosh olimlar, tadqiqotchilar uchun juda ahamiyatli. Shaxsan o'zim Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti stajyor tadqiqotchisi bo'laman. Bir vaqt o'zida ham tadqiqotchilik bilan, ham o'qituvchilik bilan shug'ullanaman. Bugungi konferensiyaga tashrif buyurgan ustozlar, akademiklarning tashrifi biz uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Ular bilan tanishish, ilm almashish, maslahat olish imkoniyatlari yuzaga keldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. 2 kun davom etgan anjuman o'z ishini 6 ta sho'ba yig'ilishlarida davom ettirdi. Sho'balarda nafaqat respublikamizning yetakchi olimlari, balki xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan akademiklar, professor o'qituvchilar, doktorantlar va yosh tadqiqotchilar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi.
Men o'zim algebra sohasida shug'ullanganim uchun hozirgi aynan assotsiativ bo'lmagan algebralar va ular ustidagi operatorlar, differensiallashlar, umumlashgan differensiallashlar haqida ma'ruzalar qildim. Hozirgi kunda algebralar ustidagi qator operatorlar juda jadal suratda o'rganilyapti. Ularni nafaqat algebralarni o'zidagi siziqli operator sifatida, chunki turli xil algebralarni bog'lovchi obyekt sifatida ham juda samarali foydalanyapti. Aytish kerakki, ushbu nufuzli anjuman ilmiy hamkorlikni yanada mustahkamlash, yosh olimlar salohiyatini yuksaltirish va ustoz va shogird an'anasini davom ettirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Universitet yana bir nufuzli anjumanga mezbonlik qildi. O'zbekiston janubida floristik va zoologik tadqiqotlar, hozirgi zamon muammolari va rivojlanish istiqbollari mavzusida o'tkazilgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Eron, Pokiston, Tojikiston, Italiya kabi xorijiy davlatlarning taniqli akademik olimlari, professor o'qituvchilar hamda yosh tadqiqotchilar ishtirok etishdi. Anjumanda asosan botanik olimlar, zoolog olimlar keyingi yillarda olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalarini bayon etib, ilmiy masalalarda hamkorliklarni yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Hozir mana shu konferensiya doirasida biz bir qator loyihalar ustida kelishuvlarni amalga oshirib, O'zbekiston hududida keng qamrovli tadqiqot ishlarini amalga oshirib, bu o'z navbatida Surxondaryo ilmiy ahlini yana ham salohiyatini oshirishda, uni dunyo hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lishda alohida ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Bugungi kunda biologik xilma-xillikni saqlash, flora va fauna dunyosidagi o'zgarishlarni chuqur o'rganish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari jahon miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shunga ko'ra, ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va yosh olimlarning ilmiy faolligini qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston janubida floristik va zoologik tadqiqotlar, hozirgi zamon muammolari va rivojlanish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning o'tkazilishi ham ayni muddao bo'ldi. Tadbirda mamlakatimiz ilmiy muassasalari, oliy ta'lim tashkilotlari va qator xorijiy davlatlardan kelgan olimlar, tadqiqotchilar hamda talaba yoshlar ishtirok etishdi. Yalpi majlisda so'z olganlar anjumanning ahamiyati, mavzuga doir muammolar va ularning yechimi borasida olib borilayotgan tadqiqotlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirishdi. Butun yer yuzasida 36 ta biologik xilma-xillikni qaynoq markazlari ajratilgan. Ya'ni bu shu hududlarda juda ham katta miqdordagi o'simlik hayvonot turlari bor va bu yerda aynan shu hudud uchun xos bo'lgan o'simlik hayvonot turlarining miqdori nihoyatda yuqori bo'lgan. Endi alohida ta'kidlash kerakki, Markaziy Osiyoning tog'li hududlari, Pomiroloy tog'lari, Tianshan tog'lari mana shu 36 ta global biologik xilma-xillikning qaynoq markazlariga kiradi. Bundan ham ko'proq alohida ta'kidlash kerak bo'lgan joy shundan iboratki, ularning bir qismi bu O'zbekistonning janubida, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida joylashgan. Bu uning Hisor tog'lari, Ko'ktang tog'lari, Bobotog' tog'lari bilan mana shu biologik xilma-xillikda, qaynoq biologik xilma-xillikda ular juda ham katta alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Botanika instituti va Termiz davlat universitetining olimlari bilan mana 10 yildan ko'proq olib borilayotgan tadqiqotlar bu bioxilma-xillikning qaynoq markazida hali zamonaviy tadqiqotlarni ko'lamini oshirish mumkin bo'lgan bir qator jihatlar borligini ko'rsatdi. Ya'ni biz o'tgan vaqt davomida bu hududdan jahon fani uchun hali insoniyatga noma'lum bo'lgan bir necha o'simlik turlari borligini kashf etdik. Bu olinayotgan natijalar esa olib borilayotgan tadqiqotlarning ko'lamini yanada oshirishni talab etadi. Lekin tadqiqotlarning ko'lamini oshirishda biz nafaqat avvaldan ishlatib kelgan bir an'anaviy metodlarimiz, balki jahon fani uchun yangi bo'lgan ustuvor tadqiqot metodlaridan foydalanish kerak. Ayniqsa 100 yil, 120 yil davomida to'plangan ma'lumotlarni raqamlashtirish va raqamlashtirilgandan keyin ularni sun'iy idrok, sun'iy intellekt vositasida tahlil qilish, bu yerdagi mavjud o'simlik xilma-xilligini aslida qanday ekanligi, vaqt o'tishi bilan iqlim o'zgarishi yoki antropogen omillar asosida ular qay darajada o'zgarib borayotganligini bizni anglashimiz, olimlar misolida anglashimiz va uni masalan xalqimizga yetkazishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Bu o'rinda esa avvalo xalqaro hamkorlik, yuqorida aytganimdek yangi uslublarni joriy etilish muhim bo'lsa,
bu o'rinda bugungi kunda Termiz davlat universiteti o'tkazilayotgan konferensiyaning ham alohida ahamiyati bor. Chunki konferensiya olimlar uchun o'zaro yutuqlarini ko'rsatish, fikr almashish, o'rtoqlashish va kelajak rejalarini tashkil qilish uchun, tuzish uchun juda ham muhim ilmiy platforma hisoblanadi. Konferensiya davomida O'zbekiston janubidagi flora va fauna obyektlarining holati, ularni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash, ekoturizmni rivojlantirish, shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha ilmiy ma'ruzalar tinglandi va muhokamalar olib borildi. Я приехал из России, из Алтайского государственного университета. Bugungi konferensiya dolzarb mavzuga bag'ishlangan bo'lib, men ham o'z ma'ruzam bilan ishtirok etyapman. Uzoq yillardan beri o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikda ishlab kelaman. O'zbekistonning flora va fauna dunyosi juda boy. Shu bois yurtingizdagi o'simliklar va hayvonot olamiga qiziqishim baland. Kapalaklar bo'yicha tadqiqot olib boraman. Bugungi anjumanda shu mavzuda ma'ruza qildim. Shu sohadagi olimlar bilan ham fikrlashdim. Kelgusidagi hamkorlik ishlari bilan ham kelishib oldik. Ayniqsa Termiz davlat universiteti olimlari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yish bo'yicha qator kelishuvlarni amalga oshirdik. Узбекистана и Сурхандаринской области в частности. 4 ta sho'bada davom etgan anjuman davomida floristik tadqiqotlar, hayvonot dunyosining xilma-xilligi va uni saqlash, tabiatdan foydalanish hamda ekologik xavfsizlikning dolzarb muammolari, biologiyani o'qitish bo'yicha muammo va yechimlarga doir muhokamalar bo'lib o'tdi. Konferensiyaning geografiyasi anchagina keng. Osiyoning bir qator davlatlaridan, Yevropa davlatlaridan bu yerda konferensiyada aynan o'sha Janubiy O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan O'zbekistonning tog'li hududlari yoki Markaziy Osiyo tog'li hududlarini dunyoning boshqa mintaqalari bilan qiyosiy o'rganish natijalari bu yerda o'rtoqlashilmoqda va mana bu olayotgan natijalarimiz esa bizga yangi rejalarni tuzishga yordam beradi. Endi konferensiyani aynan universitetda oliy ta'lim maskanida o'tkazilayotganligi bunga universitet talabalari bakalavr, magistrlarni, yosh tadqiqotchilarni jalb etishga yordam beradi. O'ylaymanki, bugungi qilingan ma'ruzadan ular ham o'zlariga tegishli bir fikr hosil qilishadi, xulosalar qilishadi. Ularni ilm-fanga, atrof muhitni o'rganish va uni saqlab qolishdagi sa'y-harakatlarini oshirishga va universitetda ta'lim jarayonini, ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi deb o'ylayman. Tadbir yakunida ishtirokchilar tomonidan qator ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Hamkorlik yo'nalishlarini rivojlantirish yuzasidan kelishuvlar amalga oshirildi. Konferensiya davomida yangi ilmiy g'oyalar, hamkorlik tashabbuslari va istiqbolli yo'nalishlar belgilab olindi. Bugungi konferensiyada ishtirok etayotganimdan xursandman. Juda ko'p mutaxassislar bilan tanishdim. Ularning ilmiy qarashlarini tingladim. O'zim ham arxeologiya yo'nalishida tadqiqot olib boraman. Bandixon tumanidan topilgan hayvon suyaklari ustida laboratoriya tekshiruvlarini olib boryapman. Bunda Termiz davlat universitetidagi arxeologiya laboratoriyasi xodimlari bilan yaqindan hamkorligimiz bor. Laboratoriyadagi sharoitlar tadqiqotimni amalga oshirishda qo'l kelyapti. Bugungi konferensiyada zoologlar bilan fikrlashdim. Ularning maslahatlarini oldim. Umuman olganda ushbu anjuman barcha uchun manfaatli bo'ldi. Xususan men uchun ham ilmiy ma'lumotlarga boy bo'ldi. Aytish kerakki, bu kabi ilmiy konferensiyalar ilm yo'lidagi harakatning muhim bo'g'ini bo'lib, ular orqali yangi bilimlar shakllanadi, ilmiy maktablar rivojlanib, jamiyat taraqqiyoti uchun zamin yaratiladi.